Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 2-fevral 2026 yil navbatdagi lab bo'lgan. Mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab bo'ldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Begobod qishlog'idan kelibdi labon ichlariga. Bo'lishimiz alatsalar qilindi. Tunikalar ichidan pastiga rezinkasi bor ekan sakamizda. Shunaqa rezinkalar alohida bizda ham bor, sotuvda bor. Tunika qoplatilgan akalar bo'lsa ham qoplab berilaveradi. Shumkalari qilindi. Mana bu joylarda konteyner pollari bor. Mana bu yerlarda ko'rib turibsizlar, mana bunaqa narsalar qattiq kelib tegadigan bo'lsa, ya bu narsa yuklaganda qattiq qilib tegadigan bo'lsa, shu narsa bukilmaydi. Kuzovga zarar yetmaydi. Shumka Penaflex orqalariga hashay-pashalar tushmasligi uchun qo'yilgan. Yollari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Ochganda qo'lda kesmaydi, unmaydi. Shunaqa holatda bo'ladi. Alohida dugasi bor. Alohida sondig'i, bagajlari bor. Murojaat uchun mana bu ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etib sog' bo'linglar, salomat bo'ling.